Yusuf alayhissalom Misrning azizi bo'lgandan keyin, ya'ni Misrningki xazina ministri bo'lgandan keyin Misrliklarni ocharchilik mazgilidan saq-salomat qutuldirib chiqdi. Uningdan keyin Yusuf alayhissalomning da'vat qilishi bilan Misrliklarning hammasi degudak Allohga iymon aytdi. Hatto shu davrdagi Misrning podshohimi Allohga iymon aytdi. Yusuf alayhissalom va uning Falastindan kelgan qarindoshlari Misrda nihoyatda hurmatlanib, aziz yashaydi. Yusuf alayhissalom vafot tepib ma'lum muddat o'tgandan keyin Misrning yerlik aholisi bo'lgan Qibtiylar, ya'ni aslidagi ozg'un aqidasiga qaytib, ba'zi kishilar yulduzlarga, yana ba'zi kishilar but haykallarga cho'qinishga boshlaydi. Yusuf alayhissalomning qarindoshlarining avlodlarining soni ko'payib, Yaqub alayhissalomning 12 o'g'li Misrda 12 qabila shakllantirdi. Ular Isroil o'g'illari, ya'ni Yaqub alayhissalomning o'g'illari deb ayrim bir millat sifatida mavjudligini saqlaydi. Ular Ibrohim alayhissalomning dinida mahkam turdi. Isroil o'g'illari hunar sanoatda nihoyat pishqon bo'lib, Misrliklar hunar sanoat va boshqa ishlarda ularga tayinadi. Yillarning o'tishiga ergashib Isroil o'g'illari, ya'ni Yaqub alayhissalomning qarindoshlarining o'g'illari Misrda chetga qilishga va zulm qilishga uchraydi. Ma'lum muddat o'tgandan keyin Alloh taolo Qur'on Karimda tilga olgan zolim podshoh Fir'avn keladi. Fir'avn Misrga hukmronlik qilgan podshohlarning umumiy atalg'usi bo'lib, Qur'on Karimda tilga ilingan Musa alayhissalom davrida yashagan Fir'avn jamiyatining 19-podshohi bo'lib, ismi Ramses Sani ekanligi naql qilinadi. Bu podshoh intayin zolim bo'lib, Isroil o'g'illariga intayin ig'ir zulmlarni soladi. Isroil o'g'illarini hunar sanoat va boshqa barliq emgaklarda ishlatib, xuddi qulga o'xshash ishlatadi. Alloh taolo Qur'on Karimda inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum. Fir'avn Misr zaminida zulmda haddini oshdi. Fir'avn xalqini bo'laklarga bo'lib, ularning ichidan bir toifani, ya'ni Isroil o'g'illariga qattiq zulm qildi deydi. Isroil o'g'illari shuncha zulmga uchrasimi, Ibrohim alayhissalomning dinidan qat'iy yanmay, iymonda mustahkam turdi va ularning ichidan birisining chiqib, chuqum Fir'avnning taxtini vayron qildiganligiga ishonadi. Bu xabar shpiyonlar orqali Fir'avnning quloqiga kirib qoladi. Shundaq turgan paytda Fir'avn bir tush ko'rdi. Shuda Falastin tarafdan kelgan bir o't Fir'avnning qasrini va uning taxtini ko'ydirib halok qildi. Ammo Isroil o'g'illariga hech qanday ziyon yetkazmaganligini ko'rdi. Fir'avn bu balani tepish uchun Isroil o'g'illarida tug'ilgan buvoqlarning hammasini o'ldirishga buyruq qildi. Fir'avn askarlari Isroil o'g'illari ichida, ya'ni Yaqub alayhissalomning avlodlari Yusuf alayhissalomning qarindoshlariga tava jamiyatlar ichida tug'ilgan bolalarning hammasini o'ldirishga boshlaydi. Ayollarni malayliqqa soladi. Fir'avn u buvoqni tepish uchun 1 millionga yaqin, ya'ni 980 ming buvoqni o'ldirganligi naql qilinadi. Hunar biladigan Isroil o'g'illarininki orqa-marqa o'ldirilishi natijasida ish qila oladigan hunar sanoatida kor qiladigan erlar kamlab ketadi. Fir'avn va uning vaziri Haman bu masalani hal qilish uchun bir yili o'ltirish, yana bir yili saq qo'yish siyosatini yo'l qo'ydi. Shunday qilib Fir'avnning askarlari bir yili tug'ilgan buvoqlarni o'ltirdi, yana bir yili saq qo'ydi. Harun alayhissalom saq qo'ydigan yilda tug'ilib saq qoladi. Ammo Musa alayhissalom o'ltiradigan yilda tug'iladi. Alloh taolaning ilhom qilishi bilan Musa alayhissalomning onasi Musa alayhissalomni tug'ib, uni emdirgandan keyin sanduqqa silib Nil daryosiga qo'yib o'tdi va uning Fir'avnning askarlarining qo'liga tushib qolmaslik uchun kendidan qizini kuzatishga avadi. Qasrdagi xizmatchilar qasrdan kesib o'tadigan Nil daryosida bir sanduqning eqib kelayotganligini ko'rib, sanduqni suzib Fir'avnning ayolining qishiga akiladi. Fir'avnning ayoli Osiya sanduqni echib qarg'udak bo'lsa, nay, umoq bir buvoqni ko'radi. Fir'avnning ayoli Osiya buvoqni elib Fir'avnning qishiga akiladi. Fir'avn bu o'g'ilni ko'rib, darhol uni o'ldirib o'tishga buyuradi. Fir'avnning ayoli yalurib, buni beqib qolayli, buni bola qilib olayli. Balkim kelgusida bu bola bizga manfaat qilishi, foyda berishi mumkin deb yalurib turib oladi. Fir'avn oxiri ayolning talabiga qo'shilib, buvoqni o'ldirishni voz kechadi. Shunday qilib Alloh taolo Fir'avn uni tepish uchun 980 ming buvoqni o'ldirgan buvoqni u Fir'avnning qasr ichida saqlab qoladi. Musa alayhissalomning onasi bu qoddan ayrilgandan keyin nihoyat azoblanib, qalbi bardoshlik berolmay, hatto Fir'avnning qasriga berib, u buvoqning o'zining onasi ekanligini aytishga tas qoladi. Ammo Alloh taolo Musa alayhissalomning qalbiga xotirjamlik ato qilib, uningga sabr berib va uningga bolasini qaytarib berishiga va'da qiladi. Fir'avnning ayoli buvoqni emdirish uchun inik ona izlaydi. Taraf-tarafdan har xil inik onalar keladi. Ammo buvoq hech qaysini emgili unamaydi. Fir'avnning hammasi Musa alayhissalomning onasining qishiga kelib, bir buvoqning bor ekanligini, uni imitib berishni talab qiladi. Musa alayhissalomning onasi o'zining u buvoqning onasi ekanligini bildirmasdan uning talabiga qo'shiladi. Musa alayhissalomning onasi qasriga berib, hech qanday inik onani emgili unamagan bu buvoqni, ya'ni o'zining bolasini emitadi. Buvoq o'z onasini shundoq zo'q bilan emitadi. Fir'avnning ayoli Osiya bundan nihoyat xursand bo'lib, buvoqni Musa alayhissalomning onasiga qo'shab qo'ydi. Shunday qilib Alloh taolo va'dasi bo'yicha Musa alayhissalomni onasiga qaytarib beradi. Mana bu Allohning qonuniyati. Zalim kafirlar o'ziga xavf bo'ladigan, tahdid bo'ladigan kishilarni o'ldirib, yo'qotib, sulab, ularni yer yuzidan yo'qotishga shuncha tirishsimi, Alloh taolo ular o'ylamagan shaklda ularni yo'qotadigan, ularni vayron qiladigan, ularni halok qiladigan kishilarni har xil
usullar bilan saqlab qoladi. Shunda qilib Musa alayhissalom sut yesh to'shqicha o'z onasining qashida qilib qoladi. Sut yesh to'shqandan keyin qasrga qaytib keladi. Musa alayhissalom Qur'oniga yetguncha qasrda turib, qasrda alohida ta'lim oladi. Alloh taolo Musa alayhissalomga shundoq bir muhabbat tashlaganki, uniga qaragan kishilar, uni ko'rgan kishilar uni yaxshi ko'rib qoladi. Musa alayhissalom Qur'oniga yetgan vaqtida Alloh taolo Qur'oni Karimda bayon qilgandek, uningga ilm va hikmat ato qildi. Bu davrda Misrliklar cho'ng ikki turga ayrilgan bo'lib, birisi Qibtiylar, ya'ni Fir'avnning millatidan bo'lgan hokim millatlar. Yana birisi Bani Isroil, ya'ni Isroil o'g'illari. Bu o'z vaqtidagi Yusuf alayhissalomning qarindoshlarining avlodlari, ya'ni Yaqub alayhissalomning avlodlari. Ular Isroil o'g'illari deb qaralib, hokim millat tarafidan, ya'ni Qibtiylar tarafidan buzaq qilinadi, tuvan ko'latdi. Ko'rgan yerda urib tillaydi. Musa alayhissalom bo'lsa Bani Isroillardan, ya'ni Isroil o'g'illariga tava edi. Musa alayhissalom bir kuni yo'lda ketayotgan vaqtida bir Isroillik odam bilan bir Qibtiylik odamning urushayotganligini ko'rib qoladi. Isroillik odam Musa alayhissalomdan yordam talab qiladi. Qibtiylar doim Bani Isroillarni buzaq qilgachqa, Musa alayhissalom bu Isroillik odamni qutuldirib berish uchun Qibtiy odamni ittirib o'tadi. Bu Qibtiy odam yiqilib tushib o'lib qoladi. Musa alayhissalomning u odamni o'ldirish niyati yo'q edi. Faqat Isroillik odamni u odamning qo'lidan qutuldirish uchun uni itgan edi. Shuning uchun Musa alayhissalom nihoyat qayg'uradi va Allohga tövbe qiladi. Alloh taolo uning tövbesini qabul qiladi. Chunki Musa alayhissalom u odamni qasddan o'ldirmagan bo'lsa-mu, oldi bilan kimning haq, kimning nohaq ekanligini bilib, uningdan keyin qo'l sirishi kerak edi. Ammo Musa alayhissalom jamiyatda doim Isroilliklar buzaq qilingachqa, Isroillikni mazlum deb qarab dini ittirib etgan edi. Chunki adolatsizlik shaytonning amali. Garchi dushman bo'lgan taqdirdami, oldi bilan adolatni, ya'ni kimning buzaq qilinganligini bilishi kerak edi. Ammo Musa alayhissalom o'zining xato qilganligini bilib, Allohga tövbe qildi. Alloh uni kechirdi. Ammo Qibtiyning o'lim xabari Misrga pur ketdi. Qibtiylar Fir'avnga arz qildi. Fir'avn qotilning Musa ekanligiga guvohchi talab qildi. Qibtiylar guvohchi keltirolmadi. Shunda qilib Musa alayhissalom bundan qutulib qolgan bo'ldi. Lekin Musa alayhissalom aytisi, ya'ni yo'lda ketayotganda, heliqi Qibtiy bilan urushayotgan Isroillik odamning yana bir Qibtiy odam bilan urushayotganligini ko'rdi. U Isroillik odam yana Musa alayhissalomdan yordam talab qildi. Musa alayhissalom bu odamni bir jidalxo urushqoq odamkan deb o'ylab, innaka lagaviyyun mubin, sen bir gunohkor, ozg'un odamkansa deb u ikkisini ayirib o'tish uchun qo'l uzatdi. Bu Isroillik odam Musa alayhissalomning gapini anglab, "Meni uradigan o'xshaydi" deb, "Sen tunugun bir Qibtiy odamni o'ldirganga o'xshash, endi meni o'ldirmoqchimi?" dedi. Bu gapni Qibtiy odam anglab qilib, darhol Fir'avnning qashig'iga berib, Musaning tunugungi Qibtiy odamning qotili ekanligiga guvohlik berdi. Fir'avn Musa alayhissalomga tutish buyruqi chiqardi. Musa alayhissalom ensirab turgan paytda bir odam yugurib kirib, "Ey Musa, Fir'avn va rahbarlar seni o'ldirishni qaror qildi. Sen bu shahardan chiqib ket" dedi. Musa alayhissalom ensirab Allohga duo qilish bilan birga Madyan shahriga qarab yo'lga chiqdi. Chunki Musa alayhissalomning bir kuni o'ldirib qo'yishi intayin sezgi ig'ir jinoyat edi. Chunki Musa alayhissalom Misr ichidagi mazlum millat bo'lgan Isroil o'g'illariga tava edi. Ammo o'ldirilgan Qibtiy bo'lsa, Misrning hokimiyat beshidagi hokim millatga tava bo'lgachqa, bu mazlumning hokim millatni o'ldirib qo'yishi intayin sezgi va xatarlik jinoyat edi. Shuning uchun Musa alayhissalom ansirab qo'rqib Madyan qarab yo'lga chiqdi. Musa alayhissalom Madyanga yetib borgandan keyin bir quduqning atrofida nurg'ulg'an kishilarning qo'ylarini sug'urayotganligini ko'rdi va ikki qizning erlardan yiroq saqlab turganligini ko'rdi. Musa alayhissalom bu ikki qizning qashig'iga berib, "Sizlar nima uchun qo'ylaringlarni sug'urmaysizlar?" deb so'raydi. Bu ikki qiz, "Biz erlar ketgandan keyin sug'uramiz, erlarning orasiga qisilib yurishni xolamaymiz" deydi. Musa alayhissalom, "Sizlarga yordamlashadigan biror er kishi yo'qmi?" deb so'raydi. U ikki qiz, "Bizning dadimiz bor, ammo dadimiz yashinib qolgan" deydi. Musa alayhissalom bu ikki qizning axloqiga hayron qilib, ularning qo'ylarini akilib birma-bir sug'urib beradi. Uyga baldur qaytganini ko'rgan qizlarning dadasi, "Bugun qo'ylarni sug'urmadinglarmi? Bugun baldur kelibsizlar-ku" deydi. Qizlar o'ziga bir odamning yordam qilganligini aytadi. Qizlarning dadasi u odamga rahmat aytish yuzidan Musa alayhissalomni uyiga chaqirdi. Musa alayhissalom uyiga kirib, Misrda bo'lgan ishlarning hammasini birma-bir so'zlab berdi. Qizlarning dadasi Musa alayhissalomni xotirjam qilib, bu yerga Fir'avnning huquqi yetmaydiganligi, bu yer Kan'anga tava, ya'ni Falastinga tava ekanligini aytib, Musa alayhissalomni xotirjam qildi. Musa alayhissalom mehmon bo'lib qaytmoqchi bo'lgan vaqtida ikki qizning birisi dadasining quloqiga, "Ya abad istajirhu, inna khayra man istajartal qawiyyul amin." Dada, bu odamni sen ishlatib qolsang, chunki bu odam kuchlik va ishonchlikan deydi. Qizning dadasi hayron qilib, "Sen bu odamning kuchli ekanligini qandoq bilding?" deydi. Qiz, "Bu odam quduqning ig'izidagi 10 odam ko'tarolmaydigan bir toshni o'zi yolg'iz ko'tarib elibdi" deydi. Qizning dadasi, "Undaqda sen bu odamning ishonchlik odam ekanligini qandoq bilding?" deydi. Qiz, "Men uni uyga chaqirgan vaqtimda u men qarab qolmaslik uchun mening keynimda emas, mening oldimda mangdi va men gap qilgandimi yerga qarab gap qildi" deydi. Qizning dadasi Musa alayhissalomning axloqidan ta'sirlanib, ikki qizning birini uningga yotliq qilishni aytadi va uning
mehriga o'zining qishida turib 8 yil ishlab bersa, ya'ni qo'yini beqib bersa bo'ldiganligini aytadi. Musa alayhissalom boyning talabiga qo'shilib, u qizi bilan o'ylandi va u boyning qishida qilib qoladi. Musa alayhissalom bu boyning qishida uning qo'yini beqib 10 yil qilib qoladi. Alloh taolo bu jarayonda Musa alayhissalomni ruhiy jihatdan poklaydi va poda beqish orqali Musa alayhissalomga xalqni qandoq yetaklashni o'rgatadi. Musa alayhissalom deyishgan muddatni bitirgandan keyin asli yurti bo'lgan Misrga qaytmoqchi bo'lib, boyga aytadi. Musa alayhissalom kelishgan vaqtni to'shqazgandan keyin Misrga qaytishni sig'inib, Misrga qaytmoqchi bo'ladi va ayolini elib Madyandan Misrga qarab yo'lga chiqadi. Vaqt qish fasli edi. Havo nihoyat sovuq. Musa alayhissalomning ayoli homildor edi. Musa alayhissalom to'rtig'ining qishiga kelib, to'rtig'idagi bir o'nkirning ichiga kirib daldaladi. Musa alayhissalomga yiroqdan bir o't ko'rinadi. Musa alayhissalom o'tning qishiga berib, ozroq cho'g' akilib, o't yiqib isinishi uchun ayoliga mushiyada turib turing, men berib cho'g' akilay deb o't taraf qarab mangdi. Amaliyotda bu o't Musa alayhissalomga payg'ambarlik vazifasi yuklanishining bir ishorati edi. Musa alayhissalom o'tning qishiga kelgan vaqtida Alloh taolo Musa alayhissalomga vahiy qilib mundaq dedi: "Inni ana robbuk faxla'na alayk innaka bil vadil muqaddas tuwa." Men sening Robbing, oyog'ingni sog'in. Sen muqaddas Tuva tog'ida turibsan. Men seni elchilikka tanladim. Mendan boshqa ibodat qilishga loyiq hech ma'bud yo'q. Yolg'iz menga ibodat qilgin. Meni zikr qilish uchun namoz o'qigin deyish orqali Musa alayhissalomga payg'ambarlik vazifasini yuklaydi. Shundaqla Musa alayhissalomga namoz o'qishga buyuradi va Musa alayhissalomning rost payg'ambar ekanligini isbotlash va uni kishilarga ko'rsatish uchun ikki mo'jiza beradi. Birisi Musa alayhissalom hossini tashlasa, cho'ng yilonga o'zgarash, yana birisi Musa alayhissalom qo'lni qo'yniga tiqib olgandan keyin nurliq parlaydigan bir holatdagi mo'jizani beradi. Alloh taolo Musa alayhissalomga Fir'avnning qishiga borgin. U haqiqatan haddidan oshdi. Uningga yumshoq gap qilgin, balki nasihat qabul qilib qolar deydi. Musa alayhissalom o'ziga yordamchi bo'lish uchun va notiq bo'lganlik uchun qarindishi Harunni yordamchi qilib berishni so'raydi. Alloh taolo Musa alayhissalom talab qilgandek uning qarindishi Harunni yordamchi qilib beradi. Musa alayhissalom Fir'avnning qishiga berib haqiqatni anglatgan vaqtida Fir'avnning uningga bir ziyon yetkazib qilishidan ensiraydi. Chunki men iloh deb da'vo qilgan shu davrdagi eng kuchli zolim podshohning oldiga berib, sen podshoh emas, sen bir inson, haqiqiy iloh seni yaratgan Alloh deb so'zlash xuddi davrimizdagi eng kuchli zo'migar mustamlika davlat raisining oldiga berib, uning zolimligini, uning kofir ekanligini, uning xatoligini yuziga aytish edi. Shuning uchun bu haqiqatan jur'at talab qiladi. Alloh taolo Musa alayhissalomni xotirjam qilib, "Sanashuddu adudaka bi akhik va naj'alu lakuma sultanan fala yasqiluna ilaykuma bi ayatina va antuma va man ittaba'ukuma al-ghalibun." Biz sening qarindishing Harun orqali kuchlantiramiz. Sizlar ikkinglarni g'olib qilamiz. Ular sizlarga hech qanday ziyon yetkazmaydi. Sizlar va sizlarga ergashgan kishilar bizning oyatlarimiz, mo'jizamiz orqali g'alaba qilasizlar deb Musa alayhissalomni xotirjam qiladi. Musa alayhissalom va uning qarindishi Harun Fir'avnning qishiga keldi va Fir'avnga "Inni rasul robbil alamin. Men koinotning Robbi, ilohi bo'lgan Allohning elchisidirman. Men o'zimning rost payg'ambar ekanligini isbotlaydigan mo'jiza bilan keldim. Sen Bani Isroillarni qo'yvatgin, ya'ni ularga zulm qilmagin." Men o'zimning rost elchi ekanligini isbotlaydigan mo'jizani elib keldim. Sen Bani Isroilni men bilan qo'yvatgin, ya'ni ularga zulm qilmagin deydi. Ya'ni Musa alayhissalom Fir'avnga o'zining elchi ekanligi, haqiqiy ilohning u emas, uni yaratgan Alloh ekanligini aytib bo'lgandan keyin tunji qilgan ishi zulmni to'xtatish, ya'ni Isroil o'g'illarini qo'yvetish, ularga zulm qilmaslik bo'ldi. Fir'avn Musa alayhissalomga qilgan yaxshiliklarini so'zlab minnat qilishga boshlaydi. "Sen bizning uyimizda turmadingmi? Biz seni tarbiyalamidikmi? Sen bizning qasrda yashab bir qiptini o'ldirib qochib ketmadingmi? Sen bir tuzkor inson ekansan" deydi. Musa alayhissalom seni o'ldirganlikka qarta u vaqtda men ozg'un edim, ya'ni haqiqatni bilmaydi. Uningga tövbe qilganligini aytdi. Fir'avn Musa alayhissalomdan "Va ma robbul alamin, sen devatgan bu koinotning Robbi qandoq?" so'zlab berdi. Musa alayhissalom Alloh taoloni tafsiliy tushundirdi. Fir'avn Musa alayhissalomning Allohni tushuntirishini anglagandan keyin o'zining taxti va kuchiga ishonib Musa alayhissalomni yolg'onga chiqardi va Musa alayhissalomning ko'rsatgan mo'jizalarini bu bir sehr deb inkor qildi va Misrdagi mashhur sehrgarlarning hammasini to'plab Musa alayhissalomning mo'jizasining sehr ekanligini oshkorlab uni rasvo qilmoqchi bo'ldi. Misrning har taraflaridan mashhur sehrgarlarning hammasi to'plandi. Fir'avn sehrgarlarga "Agar sizlar Musoni mag'lub qila olsanglar, men sizlarni eng yaqin odamim qilaman" deydi. Sehrgarlar bundan nihoyat xursand bo'lib, "Biz uni birdamdil mag'lub qilamiz" deydi. Shunda qilib Musa alayhissalom chaqirtilib keldi. Musobaqa boshlanadi. Sehrgarlar hosilarini tashlab, har xil hasharotlar, har xil ilonlarni chiqarib, atrofdagi kishilarni qo'rqitib mahoratlarini ko'rsatdi. Navbat Musa alayhissalomga keldi. Musa alayhissalom qo'lidagi hosini yerga tashlaydi-da, hosa cho'ng bir ilonga aylanib, ularning ilonlarining hammasini yutib o'tadi. Sehrgarlar sehrning mohiyatini bilgachga, Musa alayhissalomning qilganining sehr emas, haqiqiy mo'jiz ekanligini bilib, shu hamon sajdaga yiqildi va
Musoning Robbiga biz iymon etdik deb musulmon bo'ldi. Buni ko'rgan Fir'avn darg'azab bo'lib, men sizlarga ruxsat qilmasam, mendan ruxsat so'may turib sizlar Musoning Robbiga iymon aytamsizlar, men sizlarning putqo'llaringlarni kesib, darg'asib o'ltiraman deydi. Ammo sehigarlar la dayra inna ila robbina lamunqalibun. Hech ziyon yo'q. Ya'ni sen bizni kesib o'ltiramsa, darg'asib o'ltiramsa, bundan hech bir qo'rqishimiz yo'q. Biz Allohga qaytamiz. Ya'ni o'lsakmi Allohning qishig'iga boramiz. Biz Musoga eng burun iymon etqishlardan bo'lsak, buning orqali Alloh taolo bizning ilgari qilgan gunohlarimizni kechirishi mumkin deb iymonidan keskin yanmaydi. Fir'avn ularni tutib akilib, shu hamon putqo'llarini kesib, darg'asib o'ltirdi. Ibn Abbas radhiyallohu anhu bularning ahvolini bayon qilib, shundan ilgari kofir, sehigar bo'lgan kishilar shundan keyin musulmon shahid bo'ldi. Biz musulmon bo'lib nurg'un namoz o'qishimiz, nurg'un ro'za tutishimiz, nurg'un pullarni xayrlashimiz mumkin. Bularning hammasi ajr beriladigan ishlar. Ammo hammamizga, har bir musulmonga bir sinoq keladi. Bir imtihon maydoni keladi. Bir maydonda mustahkam turib, fidokorlik qiladigan, qurbonlik qiladigan bir payt keladi. Shu vaqtda mustahkam tura olsa, bizning ilgari qilgan ibodatlarimiz, tutqan ro'zalarimiz, o'qigan namozlarning hammasi kuchga ega bo'ladi. Ammo biz shu qurbonlik paytida haqiqiy imtihonning eng yuqori pallasiga chiqqan vaqtida bel qo'yvatsak, yoki keynimizga chekinsak, bizning haqiqiy rost musulmon yoki yolg'on musulmon ekanligimiz shu vaqtda aniq. Qarab qolgan bo'lsak, bu sehrlar Allohga bir rakatmi namoz o'qimadi, bir kunmi ro'za tutmadi. Ammo Allohga bo'lgan iymon bilan fidokor musulmonlardan bo'lib shahid. Fir'avn sehrlarni o'ltirib bo'lgandan keyin Muso alayhisolamga ishongan kishilarni birma-bir izlab, tutib, qiynab o'ltirishga boshlaydi. Muso alayhisolamni bu sizlarning dininglarni buzadigan, zaminda buzg'unchilik qiladigan terrorchi, buzg'unchi deb e'lon qiladi. Va bu orqali jamoat fikri shakllantirib, o'zining qilgan ishini to'g'ri ko'rsatishga tirishadi. Fir'avnning qasrida Muso alayhisolamga iymon etgan, ammo iymonini maxfiy tutayotgan bir odam bo'lib, Fir'avnni yondirish uchun sizlar Robbim Alloh degan odamni o'ltiramsizlar. Agar Muso yolg'on aytgan bo'lsa, uning yolg'onchiligi o'ziga, agar rasul bo'lib qolsa, Allohning azobi kelib, ilgari qavmlar halok qilinganga o'xshash, bizmi halok qilinishimiz mumkin deb Fir'avnning taxtidan qo'rqitib, uni to'xtatmoqchi bo'ladi. Ammo Fir'avn uningdan yanmaydi. Ya'ni musulmonlarni, ya'ni Musoga ishongan kishilarni izlab, tutib, qiynab o'ltirishga boshlaydi. Fir'avn qasrida Moshita ismli bir xizmatchi bo'lib, bu ayolni Muso alayhisolamga iymon etganlarning qatoridan edi. Fir'avn o ayolning iymon etganligini bilib qilib, o ayolni chiqib qiynaydi va iymonidan yenishga majburlaydi. Moshita keskin rad qiladi. Fir'avn Moshitaning ballariga bak amroqligini bilib, Moshitaning 5 ballarining hammani chiqib va cho'ng mis qozonga yoq qo'yib qizdi. Yoq bulduq shu qaynagan vaqtida Moshitaga iymonidan yenishga majburlaydi. Agar iymoningdan yanmasang, balangni yoqqa tashlayman deb tahdid soladi. Moshita yurki shuncha puchlanayotgan bo'lsa-mu, Fir'avnning bu tahdiga pisand qilmay iymonidan mustahkam turib, Fir'avnning talabini rad qiladi. Fir'avn askarlarga cho'ng balasini yoqqa tashlashga buyurdi. Askarlar cho'ng balasining yig'lab, yolrib turaverishiga qaramasdan yoqqa tashlaydi. Bala bulduqshib qaynayotgan yog'ning ichida birdamdala ovozi o'chib, ko'z so'ngaklari laylab ustiga chiqadi. Fir'avn yana yanmay Moshitaning ikkinchi balasini qozonning qashiga keltirdi va iymondan yenishga majburlaydi. Moshita yana rad qiladi. Askarlar ikkinchi balasini o'xshashla qozonga tashladi. Bulduqshib qaynayotgan yog'da Moshitaning ikkinchi balasini birdamdala erib, so'ngaklari laylab chiqadi. Fir'avn yana haddidan eshib, uchinchi balasini qozonning qashiga akirishga buyurdi. Askarlar kichik bolaning yalvurishiga va askarlarning urushiga, tepishiga qaramasdan ko'targunicha qozonning qashiga akiradi. Fir'avn Misrga oxirgi ogohlantirishni beradi. Iymoningdan yanmasang, bu balangni qozonga tashlaymiz deydi. Moshita yanala iymonda mustahkam turib, Fir'avnning talabini rad qiladi. Shunda qilib, uchinchi balasini qozonga tashlaydi. O'xshashlar bu balasini birdamdala yoqqa qarab qoladi. Navbat oxirgi Moshitaning quchqidagi imayotgan buvoq balasiga keladi. Askarlar buvoqni qo'lidan elish uchun tamshiradi. Moshitaning yuragi bardashlik berilmay portlab ketgili tas qoladi. Shu paytda buvoqqa zuvan kelib, "Ana, sabr qil, mustahkam tur. Dunyodagi azoblar oxiratnikidan nechasi yengil" deydi. Buni anglagan onasining yuragi xotirjamlikka to'ladi. Askarlar zo'rlik bilan uning quchqining balini elib, qozonning qishiga kirdi. Fir'avn yanala Moshitaga "Iymoningdan yon, agar yanmasang, bu balangni yoqqa tashlaymiz." Moshita keskin holda rad qilib, iymonidan mustahkam turib, "Muso Allohning payg'ambari, Allohdan boshqa iloh yo'q" deydi. Askarlar yumron buvoqni qaynab turgan yoqqa tashlaydi. Buvoqning yumron go'shlari so'ngidan ajrab, yog'ning ustiga laylab chiqadi. Oxirida askarlar Moshitani ballarini tashlagan qozonga tashlaydi. Shunda qilib Moshita va 5 balasi Alloh yo'lida iymonida mustahkam turish uchun jonlarini fido qiladi. Nima degan ulug' ayol, nima degan iymonda mustahkam turgan jasoratli qarmon ayol. Agar xolisi edi, iymonidan yenib 5 balasi bilan birga Fir'avnning qasrida rahat farog'at ichida yashay oladi. Lekin Moshita kufr ichidagi rahat farog'atlik turmushdan iymon bilan yog'da kuyib o'lishni afzal bildi.
Mana bu dunyoda turib oxirat ne'matlarini ko'ralish, his qilalish. Bu ayolga Alloh taolo qanday mukofot beradi? Biz dahi iymon e'tiqodimiz tufayli hech qanday qurbonlik bermay turib, ozroq kelgan zulmlarga va ig'richiliklarga qarata iymonimizni tarbiya qilyapmiz. Shundaq turib shu mashita kirgan jannatga kirishni izlayapmiz. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Isro kechasi osmonga chiqqan vaqtida bir yerdan o'tib ketib, u yerdan shundaq bir xushpuroqni puraydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Jibril alayhissalomdan bu nim puroq deb so'raydi. Jibril alayhissalom bu mashita va uning avlodlarining puruqi deydi. Firavunning ayoli Osiyamo Musa alayhissalomga iymon etganlarning qatoridan edi. Firavun Mashitani qiynab o'ldirgandan keyin bu ahvoldan xabar topgan Osiya o'zining iymonini yushirib qalanmay Firavunga "Sana veylun" degan do'zax bo'lsin. Rabbim Alloh degan odamni shuncha qiynab o'ldiramsa, sen Allohning azobiga nima degan jur'atlik deydi. Buni anglagan Firavun o'zining qasri ichidagi o'zining ayolining musulmon bo'lganligini anglab, darg'azab bo'lib, ayolni darhol iymondan yanishga buyurdi. Ayoli keskin rad qiladi. Firavun ayolni qiynaydi. Ayoli yana rad qiladi. Firavun askarlarga ayolni qumliq achiqib bog'lab qo'yishga buyurdi. Askarlar Firavunning ayoli Osiyani qumliq achiqib, 4 qo'ziqqa put-qo'llarini bog'lab qo'yadi. Firavun ayolining qashig'iga kelib, "Iymoningdan yan. Agar iymoningdan yansang, yana burunqidek mening xonishim bo'lib, qasrda rahat farog'at yashaysa" deydi. Osiya keskin rad qiladi. Ikkinchi kunisi Firavun yana kelib, iymonidan yanishni aytadi. Osiya shuncha ussuz va och qolgan bo'lsa-mu, yana iymonda mustahkam turib, iymonidan yanishni rad qiladi. Uchinchi kuni keladi. Uchinchi kunim Osiya yana rad qiladi. Firavun darg'azab bo'lib, askarlarga buyruq tushirib, ig'ir toshni akilib, uning ustidan eng egizga chiqib tashlanglar deydi. Askarlar Firavunning buyrug'i bo'yicha ig'ir toshdan birini Osiyaning ustiga egizga ko'tarib tashlashga tayyorlanadi. Firavun yana iymoningdan yan, bo'lmasa bu toshning ostida mijilib o'lsa, agar iymoningdan yansang, qasriga qaytib rahat farog'at yashaysa deydi. Bir og'iz gap. Bo'ldi men Musoga ishonmadim desa, Osiya bu azobdan qutulib, rahat farog'atdagi qasr ichida yashaydi. Ammo Osiya iymoni uchun u rahat farog'at turmushidan voz kechib, iymonidan yanmaydi. Va shu vaqtning o'zida Alloh taolo Osiyaning ko'zidan pardani ko'tarib o'tadi. Osiya jannatdagi qasrni ko'radi va askarlar toshni tashlashdan ilgari Alloh taolo Osiyaning jinnini oladi. Askarlar toshni tashlaydi. Tosh Osiyaning ruhsiz badaniga tushadi-da, og'riq azobini Osiya his qilmay Allohning dargohiga ketadi. Shuning bilan Osiya va Mashita tarixdagi yer yuzidagi eng ulug' 4 ayolning ikkisi bo'lib qoladi. Firavunning zulmi Mashita va Osiyaning o'limi bilan oxirlashmay yana davom qiladi. Hatto haddidan oshadi. Bu vaqtda Musoga ishongan kishilar o'zining iymonini maxfiy tutadi. Ibodatlarini oshkor qilmaydi. Alloh taolo Musa alayhissalom va ularga ishongan kishilarga uylarida namoz o'qishga va sabr bilan taqat qilishga buyurdi. Alloh taolo Musa alayhissalomga vahiy qilib, "Ij'alu buyutakum qiblatan va aqimus salah." Uylaringlarni namoz o'qiydigan joy qiling va mu'minlarga qat yaqinda g'alaba qildiganlik bilan bishorat beringlar deydi. Demek zulmga uchragan vaqtida zolim kuchlik, mazlum ojiz bo'lsa, birinchidan iymonda mustahkam turishi, ikkinchidan namozga ahamiyat berish orqali Alloh bilan munosabatini chingitishning naqadar muhim ekanligini bu yerdan ko'rib olamiz. Zulmning haddidan oshganligi g'alaba va nusratning yiqilib kelganligidan ishorat edi. Xuddi kechining eng qorong'i bo'lgan vaqti kunduzga yaqinlashgan vaqti bo'lgan edi. Alloh taolo Fir'avn va uning qavmini halok qilishdan ilgari ularni ogohlantirish uchun oyati sifatida, ya'ni mo'jiz sifatida ularga har xil qiyinchiliklarni soladi. Qahatchilik bo'ladi va ularning ichida hasharat ofati yuz beradi. Ammo Fir'avn va uning qavmi bu Musa tufayli shundoq bo'ldi deb yana Musa alayhisalomdan shumpal oladi. Xuddi yer yuzidagi kofirlar nimish bo'lsin musulmondan ko'rgandek Musa alayhisalomning qavmi bu ishni Musa alayhisalomdan ko'radi. Lekin ofat va qiyinchiliklar kundan kunga ig'irlab bardosh qilib berolmaydigan holatga keladi. Bu vaqtda ular o'zining ojizligini his qilib Musa alayhisalomning qishig'iga keladi. "Ey Musa, sen Robbingga bir duo qilsang, agar bizdan bu qiyinchilikni ko'tarib etsa, biz senga iymon aytmaymiz" deydi. Musa alayhisalom Allohga duo qiladi. Allah Taala Musa alayhisalomning duosini ijobat qilib, ulardagi har xil ofat va ocharchilikni ko'tarib o'tadi. Lekin ular ocharchilik va qiyinchiliklar ko'tarilgandan keyin ahdisini buzib Musa alayhisalomga ishonmaydi. Yana inkor qiladi. Musa alayhisalom Alloh Taolaga duo qilib, "Ey Alloh, Fir'avn va uning yordamchi bo'lgan zolimlarni halok qilgin" deb duo qiladi. Alloh Taolo Musa alayhisalomning duosini ijobat qilib, ularni halok qilishni maqsad qilib, oldi bilan Musa alayhisalom va uning ishongan kishilarni bu shahardan chiqib ketishga buyurdi. Musa alayhisalom Allohning buyrug'ini bo'yicha kechida o'ziga ishongan kishilarni agashtirib Misrdan chiqib ketadi. Musa alayhisalom va uning ishongan kishilarningki shahardan chiqib ketganligini anglab qolgan Fir'avn darhol qo'shin tortib Musa alayhisalomning keynidan qo'g'lashga buyurdi. Fir'avn va uning qo'shinlari Musa alayhisalomning keynidan qo'g'laydi. Musa alayhisalom va uning agashgan kishilar yo'ldan adishib qilib, dengizning qirg'iga kelib to'xtaydi. Keynidan Fir'avn qo'g'lab kelayotgan. Oldida dengiz. Musa alayhisalomga ishongan kishilar "Inna lamudrakun", endi biz tutqaldik, endi biz tugashdik deydi.
Ammo Musa alayhissalom kella, hargiz undaq emas. Rabbim men bilan birga. Ya'ni men Rabbimning degini bo'yicha ish qildim. Menga Rabbim yo'l boshlaydi deb ko'z oldida hech qanday chiqish yo'li bo'lmagan vaqtidami Allohga bo'lgan ishonchini, Allohga bo'lgan iymonni yo'qotmaydi. Şu vaqtda Alloh taolo Musa alayhissalomga vahiy qilib, "Ey Musa, hasan bilan dengizga urg'in" dedi. Musa alayhissalom Allohning buyrug'ini bo'yicha qo'ldagi has bilan dengizga birini urdi. Dengiz ikkiga ayrilib, dengizning o'rtasidan yo'l eshladi. Musa alayhissalom va uning ergashgan kishilar bu yo'ldan o'tib dengizning u chetiga o'tib oladi. Keyindan qo'lab kelgan Fir'avn va uning qo'shinlari dengizning ichidagi yo'lga kirgan vaqtida dengiz yig'ilib, Fir'avn va uning qo'shinlarining hammasi bu dengizning ichida g'arq bo'ladi. Fir'avn dengizga g'arq bo'lib, jon halqum kelgan vaqtida Allohga amdi ishondim dedi. Lekin jon halqum kelgan vaqtidagi iymon qabul qilinmaydi. Shuning uchun Alloh taolo Fir'avnning tavbasini qabul qilmay, uning badanini qutuldirib qoldiganligi va uning orqali uningdan keyin keladigan kishilarga, ya'ni bizlar uchun ibrat va oyat, ya'ni mo'jiza qildiganligini Qur'on Karimda bayon qiladi. Şunlaşqa Fir'avnning jasadi hozir qadar Misr muzeyxonasida hali ham saqlanmoqda. Fir'avnning jasadi 1974-yili Morris Bokay tarafidan Fransiyaga elib kelinib, tekshirib tadqiq qilindi. Tekshirish natijasida Fir'avnning suvda g'arq bo'lib o'lganligi va bir qo'lininki suvning besimida sunib ketganligini e'lon qildi. Va Fir'avnning jasadini tekshirishga mas'ul doktor Morris Bokay bu orqali musulmon bo'lganligini e'lon qildi. Yuqorqi Musa alayhissalomning qissasidan elishga tegishli ibrat va darslar. Birinchisi, zolimlar qancha kuchli bo'lsa-mu, mazlumlar, ya'ni haqiqat egalari qancha ojiz bo'lsa-mu, shu kuchli zolimlar ojiz mazlumlardan qo'rqadiganligi, hamon bir kuni ularning o'zini vayron qildiganligini obdan bildiganligi. Lekin Alloh taolo o zolimni vayron qildigan mazlumni har xil usullar bilan qo'daydiganligini ko'rib olamiz. Shuning uchun zolimlarning kuchlanib ketganiga, zulmning ig'ilashqini qarab hargiz umidsizlanmasligimiz, haqiqat egasining cho'qim g'alaba qildiganligiga umidvor va ishonishimiz kerak ekanligini ko'rib olamiz. Ikkinchisi, Alloh va'da qilgan yordam bilan sababning o'ttirisini yaxshi bog'lashimiz va yaxshi tushunishimizning muhim ekanligini ko'rib olamiz. Masalan, Alloh taolo Musa alayhissalomning onasiga bo'qini, ya'ni Musa alayhissalomni qaytirib berishga va'da qildi. Shundoq turib Musa alayhissalomning onasi uni Nil daryosiga qo'yib etgandan keyin Alloh menga va'da qildi, cho'qim qaytirib beradi deb o'ltamasdan qizini buvoqning keyinidan kuzatishga avadi. Demak, Alloh bizga yordam qilishni va'da qildi, lekin buningga qanday qilishimiz kerak? Sabab qilishimiz kerak. Uchinchisi, adolatning naqadar muhim ekanligini ko'rib olamiz. Masalan, Musa alayhissalom bir Isroillik odam bilan Qibtiyning urushib qolganligini ko'rib, bu ikkisining qaysi haq, qaysi nohaqlikni ayırmasdan doim buzaq qilinib kelgan Isroillardan bo'lgan Isroillik odamni qutuldirib berish uchun Qibtiylik odamni ittirib etdi. Qibtiylik odam o'lib qoldi. Bu yerda Musa alayhissalomning xatolishi bo'lsa, oldi bilan kimning haq, kimning nohaq buni ayırmasdan muomala qilishi. Hatto doim buzaq qilinadigan bir odam bo'lsa-mu, chuqur buningda gunoh yo'q deb qaramasdan oldi bilan adolat bilan muomala qilishning muhim ekanligini ko'rib olamiz. To'rtinchisi, bir ish qilmoqchi bo'lgan bir odamda ikki sifatning alohida muhim ekanligini ko'rib olamiz. Madyanda Musa alayhissalomning ishlatilib qilishiga sabab bo'lgan narsa Musa alayhissalomdagi bu ikki sifat. Ya'ni haliqi buvayning qizi Musa alayhissalomni ishlatib qolsang, u kuchlikkan va u ishonchlikkan dedi. Ya'ni kuch deganimiz bilim, iqtidor va qobiliyatdan tarkib topgan bir kuchni ko'rsatadi. Aminlik bo'lsa, uningga xotirjam ish topshirig'ili bo'ladigan mas'uliyatchan va ishonchlik bo'lishni ko'rsatadi. Demak, kuch va ishonchlik bo'lish xizmatchi tanlashda yoki bir odam o'zi bir ish qilmoqchi bo'lganda hozirlashga tegishli muhim ikki sifat. Beshinchisi mazlum ojiz va oz, zolim kuchli bo'lgan vaqtida mazlumning namozga alohida ahamiyat berishining muhim ekanligini ko'rib olamiz. Shuning uchun Alloh taolo Qur'on Karimda Musa alayhissalom va uning ergashgan kishilar ojiz, Fir'avn kuchli vaqtida nima ish qilishga buyurdi? Namoz o'qishga buyurdi. Shuning uchun zolim kuchli, mazlum ojiz bo'lsa, birinchidan namoz o'qishga ahamiyat berish kerak, ikkinchidan o'zaro to'plashishga va sonini ko'paytirishga, ya'ni o'zaro da'vat va ta'lim tarbiya orqali sonini ko'paytirishga ahamiyat berishning muhim ekanligini ko'rib olamiz. Oltinchisi, boshqalarga haqiqatni anlatgan vaqtimizda mayli u kim bo'lsin, zolim bo'lsin, tajovuzchi bo'lsin, oldi bilan yumshoq gap qilishning muhim ekanligini ko'rib olamiz. Alloh taolo Musa alayhissalom va Harun alayhissalomga sizlar Fir'avnning qishig'iga berib, uningga yumshoq gap qilinglar deb buyurdi. Yettinchisi, zulm qarshi turishda ayollarning naqadar fidokor ekanligi va ularning rolining naqadar muhim ekanligini Musa alayhissalomning onasining iymon va itoatidan, Osiyaning oxiratni dunyodan ustun bilalaydigan ruhidan, Moshitaning qurbonligidan ko'rib olamiz. Sakkizinchisi, ayollarning nomahram erlardan o'zini tortishi va erlar to'plashga yerga bormasligi u ayollarningki adab va axloqliq ekanligining alomati ekanligini ko'rib olamiz. Chunki haliq ikki qizningki erlar to'plashib qo'y sug'urayotgan yerga qislashib bormaganligi Qur'on Karimda alohida tilga olinadi. To'qqizinchisi, iymonning qurbonlik talab qilganligi. Iymonimiz besim yoki to'salg'i uchursa, keynimizga chekinish emas yoki egib o'tib ketish emas, uning uchun qurbonlik beralaydigan bir ruhning bo'lishi va bundaq bo'lgan vaqtda
bizning haqiqiy mo'min ekanligimizning isboti bo'lganligini ko'ralaymiz. 10-si zulm va kufrlikning manbasi bo'lgan Fir'avnning qasridagi Fir'avnning ayoli Osiya va Moshitaning musulmon bo'lganligi muhitning iymon etmaslikka va iymonda mustahkam turmaslikka va gunoh ishlashga o'zr bo'lmaydiganligini ko'rib olaymiz. 11-si zolim qancha kuchli bo'lsa, mazlum qancha ojiz bo'lsa, birinchidan iymonda mustahkam tursa, ikkinchidan qo'ldan keladigan sabablarning hammasini qilsa, Alloh taolaning g'alabasi cho'qim kelganligi, kuchli zolimningki vayron bo'lganligini ko'rib olaymiz.